Balki birga ishlaymiz. Onajon, iltimos, faqat akam bilmasinlar. Assalomu alaykum aka. Singlimdan ancha baquvvatroqman kuyov bola. Churq ketib qarshilik qilsam nomard. Ey, singlimni urdingiz. Jonim og'ridi. O'zim o'ring, bor yo'g'i tanam og'riydi kuyov bola. Ya aka unaqa demang. Yana bir bor omonat sizga. Birinchi ish kuniga kech qolmadimmi aka? Yo'q, kech qolmadingiz, lekin o'zimizdan hisobchi kelib qoluvdi-da. Ha. Lekin sizga bitta taklif bor. Hop. Ishlab chiqarish seximizda bitta yaxshi ish o'rni bor. Xohlasangiz ko'rib boqingsan. Ishlab chiqarish deysizmi? Ishlab chiqarish. Boshlayman aka. Qachondan boshlasam bo'ladi? Bo'ldi, bugundan boshlasangiz bo'ladi. Dunyoda sarson qadrim ham arzon xorligimni onamga aytmang. Yig'lab artaman ko'z yoshim sekin artaman. Aytaman dunyo yukin qanday men aytaman artaman. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Sani eshing deydi, bir inson kutib turuvdi. Kim ekan aka? Endi chiqsang bilasan sen. O'zim qanday dard O'zingdan tillaringiz senim. O'zingdan. dardim unga ko'p bo'ladi. Uxlamagingizni bilaman onajon. Bezovta bo'lmang chiq. Men bir ikki og'iz gapim bor edi. Yelkangizga boshimni qo'yib, dodlab yig'lagim keladi ona. Lekin yelkangiz mani og'irligimni ko'tara olmaydi, yuragingiz dardlarimni ko'tara olmaydi ona. Uxlamoqsizmi aka? Kuyovingiz keluvdilar, biz uyga ketadigan bo'lib qoldik. Aka. Aka! Ha? Nima? Uxlayotdingiz? O'lib qoldilar deb o'ylading-a? Ey, senim o'lsam 3 qizimga bo'ladi og'ir. Yig'lashib ko'nadi oxir. Ehtimol ular ham qilishar toqat. Onamni ko'ndirib bo'lmaydi faqat. Alo. Singlim, keyingi safar faqat onamga aytma, hop.